pochta kuryerlik jo'natmalarini tarqatish uchun ofisga fuqaro kelib Respublikamizda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona idoralari xodimlari hamkorligida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbir o'tkazildi. Jumladan Afrika qit'asining Sierra Leone davlatidan yuborilgan kuryerlik jo'natmasini Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida joylashgan xususiy kuryerlik pochtasidan qabul qilib olgan vaqtida Yashnobod tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs to'xtatildi va unga tegishli jo'natma tekshirildi. Natijada avtoehtiyot qismlari ichiga 728 gramm kokain giyohvandlik vositasi yashirib qo'yilganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Shundan so'ng uning yashash xonadonidan ham zip paketlarga solingan kukunsimon moddalar va tarkibida narkotiklar bo'lgan shirinliklar ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1971-yilda tug'ilgan fuqaro taqiqlangan ko'knora o'simligini ekib, parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Gilavasoy qishlog'i tog' bag'irlari hududidagi yer maydoni ko'zdan kechirilganda jami 17601 to'p ko'knora va 9 to'p kannabis o'simliklari mavjudligi aniqlandi. Qaysi o'simlik to'plari aka bular? Tuman qishloq xo'jaligi bo'limi agronom mutaxassisining ta'kidlashicha, ushbu yashil rangli o'tkir hidli o'simlik to'plari ko'knor o'simlik to'plari bilan o'xshashligini aytib o'tadilar. Ushbu o'zidan chiqqanga o'xshaydi. Ataylab ekkan-ku bu narsani. Parvarishlab kelgani doimiy ravishda. Shu dala maydonlardan yashil rangli Spetsifik moddada ikkita. Bundan tashqari ushbu shaxsning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda bir nechta quritilgan ko'knori boshoqlari hamda quritib maydalangan holda saqlanayotgan ko'knori borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi V bandi va 25 orqali 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.